Başkan, assalomu alaykum mahalladoshlar. Mana biz Open Budgetga 3 million qancha? 3 kilometr 500 metr yo'l qo'yilgan. Loyihasi qo'yilgan. Shuning uchun Rossiyadagilar, o'zimizning fuqarolar sizlarga murojaat qilyapman. Iltimos mana shu mablag' munosabatidan bizga yordam berishlarini so'raymiz. Har kuni biz mahallada kelib, mana shuni muhokama qilib har kun hamma chiqib, hamma o'zini ishini tashlab, mana shu yo'l bo'lsin deb harakat qilyapmiz. Bolalar bir podeshka qilinglar, $100 yoki 500 ming kimdan kelib ketmaydi. Men o'zim boshqa mahallada yoshlikda, lekin shu yerda o'lib o'sganim uchun shu yerga kelib bolalarga, mana bolalarga o'zimiz qishloq bolalar yordam beryapman. Tushunasizlarmi? Taksini tashlab men shu yerda yuribman, bolalarni mindirib, davay boyagi har bitta odamning uyiga kirib iltimos qilib, Rossiyadagilar mablag'dan yordam qilingizlar, pullaringiz bor. Boylar bo'lsa otib beringizlar, hamma sovib bo'ladi yo'l uchun. Mana shu bolalar hammasi hamkorni, hamma aralash mana mahalladoshlar shu mehnat qilyapti. Rossiyadagilar bir podeshka qilinglar, voyda bola urami. To'g'rimi yo'qmi? To'g'ri.